Assalomu alaykum hurmatli aziz qadrli obunachilar. Qandaysizlar? Zo'rmisizlar, charchamayapsizlarmi? Bormisizlar? Obunachilar mana bir haftalik tanaffusdan keyin, dam olishdan keyin ozgina mazam yo'q edi aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yana so'rashdik, nima dedi? Videoda so'rashmasak, salom bir-biri bilan salomlashmayaptimi deb. To'ppa-to'g'ri. Qo'yishadigan ham bitta yarimta bor. Mana salomlashdik. Obunachilar, bir hafta dam oldik. Aka meni kutganingiz uchun rahmat. Bir hafta dam olib nima dedi? Bir ozgina mazam qochib qoldi, aytdim-ku sizga. Da. Gaplashganimizda mashinani olib keldik mana. Mashina qanday ekan? Mashina yaxshi, o'ki yomon emas. Bu Kentavr degani bu. Jetavrda Kentavr degani. Kentavr onasini o'zi. Maza qilmasin aka. Xudo xolasa. Matizdan keyin boshqacha bo'lsa kerak. Ayni bittada komfortga nima dedi? O'tib oldingiz-da. Xudo xolasa. Aka, endi nima dedi? To'liq ma'lumot olamiz sizdan. Qayerdansiz? Qayerdan ishtirok qildingiz? O'shalarni bir tars bitta chiroyli qilib tushuntirib bersangiz. Angrendan, Yangobod qishlog'idanman. Aha. Bu o'sha bir og'aynim aytdi, saqlasaqa o'yin bor deganda. To'g'ri, tavakkalga bosordim biletni. Nima bo'lar ekan deb. Nima bo'lar ekan deb bosordim. Shu mana mashina chiqdi. Xudo xursand. Mana o'zimda yo'q dedi. Nomingizga yetdi mashina. Xudo xolasa. Mana tex pasporti, mana dokument, shartnoma, dogovorlari hammasi shu yerda. Endi xudo xolasa, Xudo xolasa yaxshi o'ki. Angrenda mashina haydasizmi, sotasizmi, nima qilasiz buni? Bu mashinani xudo xolasa bir hafta haydab sotib olamiz, endi nima qilamiz? Sotib biznes endi sotib o'zimizning ishga tiqamiz-da. Mana des gap yo'q aka. Nasib qilsin to'laga Jetaur avtomobili mana. Obunachilarimiz bilsangiz, akamizga Jetaur avtomobili chiqqan, akamizning Angrendan aka ismingiz nima edi? Alisher. Alisher aka. Men esimdan chiqib ketaveradi. Alisher aka. Nima parindosh bitta o'zingiz keldingiz? Yo'q, ulfatlarim bilan kelganman. Chetroq turishibdi o'rtoqlar. Bo'ldi, ko'rdim. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bo'ladi. Joylarga o'qiganlarga ketib borib olib kelamiz dedik. Endi bugun tizzabo'y yeb ichar desak, ro'za oyi. Endi bir iftorlik qilib berasiz, bitta sadaqa qilib berasiz endi. Gap yo'q. Obunachilar akamiz nima deydi? Ehsonlarimiz yaqinda ehson proyektimizni boshlaymiz. Ehsonlarga ham o'z hissalarini qo'shdi akalarimiz. Xudo xolasa, men aytaman-ku, meniki emas ehsonlar. Hammasi obunachilarimizniki. Men bir o'rtada sababchiman. Akamiz o'zini ehsonlarini qo'shdi Alisher aka. Sizga rahmat. To'ylarga mening, yaxshi kunlarga mening. Keyingilarda yana ishtirok qilasiz. Xudo xolasa, xudo o'ynaymiz, vaysaqa mashina chiqib tursa, kim bundan ham yaxshilarini menish nasib qilsin, xudo xolasa aka. Obunachilarimizga niyat, tilak, istaklar bu yerda sizlar. Obunachilarga nima deymiz? Aka, o'ynanglar, haqqoniy o'yin ekan, mana nomimizga chiqarib berishdi. Yomon emas. Xudo xolasa, Matizdan keyin sirazi Jetavrga o'tirish va boshqacha bo'lsa kerak. Endi nima deydi? Sotmaslik bir qanaqa turibmiz endi bir haydab ko'ringlar oldin yaxshi bo'lsa. Yo'qsa hadis dakansiz. Yo'qsa dakansiz haydab yuboramiz. Biznesda bo'lsangiz lekin yaxshi pul topsa bo'ladi menimcha. Biznesda yaxshi pul topsa bo'ladi, aka o'zimizning ishlarda yaxshi lekin. O'ynanglar haqqoniy ekan. Bo'lmasam kalatdan tantanaga topshiramiz aka, to'ylarga meni mazza qilib xudo xohlasa kalit oldi. Boshdan sizniki aka. Rahmat. Obunachilar nima deydi? Yaxshi niyat qilinglar. Hammasi inshaalloh zo'r bo'ladi. Va aka men bilmasdim. Tavakkal nima bo'lsa bo'lar mana. Ketsa bitta mashina yutarman, agar chiqmasa ehson. Kimgadir nasib qiladi. O'zimiz arzimaga 150 ming o'shani sigaret, suv pullarimiz bilan ketkizib qo'ya qolar ekanmiz, bunday olib qarasak. Tavakkalga o'ynadim. Men aytaman, ko'piga. Masalan, mashina yutganlar bor-ku, yutmaganlar bitta yarimtasi endi baribir ko'ngildan o'tkazib qo'yadi. O'shani roziman deb qo'yinglar, baribir nima deydi? Bizlardan hech nima ketmaydi. Arzimagan pulga baribir o'zimizga o'xshagan insonlar yutyapti. Shunaqa. O'zimizga o'xshagan, sizga o'xshagan bitta inson yutyapti deb men har doim aytaman obunachilarimizga. Obunachilarimiz bo'lmasa videolarni kuzatib boring, keyingilarida sizning uyingizga ham olib borish nasib qilsin. Keyin obunachilar aytgancha, biz ham mashinalarni yutilganini uyma-uy olib borardik-da uylariga. O'shani aytmoqchiman. Obunachilarim nimaga bu safar o'yinimizda mashinalarni nimaga olib borishmadi uyga desangizlar, obunachilar ehson proyektimizni boshlab qo'yganmiz. Xudo xohlasa, ertadan yoki indindan videolarni chiqarishni boshlaymiz. Bitta mashina topshirgan videomizni qo'yamiz, ketidan keyin ehson videolarni chiqarishni boshlaymiz. Shuning uchun vaqtimizni nima dedi? Kamroq sarflab, tez mashinalarni obunachilarimizga tarqatib, 70 ta oila bor, o'shanga ehsonlarimiz bor. Hali bitta mol, qo'y so'yib, o'sha tarqatishimiz kerak. Obunachilarimizga ro'za, Ramazon oyida nima dedi? Obunachilarimizdan bir ehson, xudo xohlasa. Shularni nima dedi? Shularni haqqiga, xudo xohlasa, musofirda yurganlarni obunachilarim kommentariyaga niyat qilganlar bo'lsa yozib ketinglar, bittadan like-ni bosinglar. Aka, oxirgi gapingiz nima deysiz obunachilarimizga? O'ynanglar.
Tavakkal qilinglar, yutasizlar sizlar ham. Yutolmay qolganlar pulinglarga rozi bo'linglar. Bu hech qachon ko'ngilni cho'ktirmanglar. Hammasi zo'r bo'ladi. Inshaalloh. Azizlar, Allohga omonat. Siz videolarni kuzatib boring. Shunday 100 ga olib boribmi, ko'chalardami? Birin-ketin mashinalarni topshirish nasib qilsin. Allohga omonatsiz. Yana videolarda ko'rishamiz. Salomat, rahmat. Kattakon. Salomat bo'ling. O'yladi yaxshi kunlarda ko'rishaylik. O'yga charchamang. Rizqim topay deya uzoqda yurgan, mehnatdan qochmagan bahodirlar, yuragi vatan deb urib turgan, uyini sog'ingan musofirlar, uyini sog'ingan musofirlar, yuragi vatan deb urib turgan